Dasturxon atrofida 3 kishi o'tirardik. Erim, uning eng yaqin do'sti va men. Erim telefonga termulib qandaydir ishlarni gaplashardi. Men esa jimgina choy ho'plardim. Shu payt stol ostida kimningdir oyog'i tizzamga sekin tegib o'tdi. Men cho'chib ketdim. Erimning do'sti menga qarab jilmayib turardi. Uning ko'zlarida shunday yovvoyi ishtiyoq bor ediki, men qochish o'rniga o'z ixtiyorim bilan o'sha olovga qadam qo'ydim. Assalomu alaykum, qalbida hech kimga ayta olmaydigan sirlari bor, dardi ichida yashaydigan azizlarim. Momoni hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga shunchaki navbatdagi xiyonat qissasini aytmayman. Bugun men sizlarga insonning qanday qilib o'z yolg'izligidan qochib, undanda battar do'zaxga tushishi mumkinligi haqida so'zlayman. Agar siz ham uyingizda o'zingizni mebeldek his qilgan bo'lsangiz, mehrga tashna bo'lib yig'lagan bo'lsangiz, bu hikoya tomirlaringizdagi qonni muzlatadi. Va ayni paytda sizga qanday qilib o'z kulidan qayta tug'ilish siri haqida so'zlaydi. Videoni oxirigacha eshiting. Like bosing, obuna bo'ling. Bu qonli iqrorim faqat siz uchun. Mening ismim Latifa. Men 30 yoshdaman. Men chiroyli, aqlli va hamma havas qiladigan oilaning bekasi edim. Erimning ismi Rustam. U juda badavlat, muvaffaqiyatli tadbirkor. Hamma bizni eng baxtli juftlik deb o'ylardi. Lekin ular bizning uyimizdagi muzdek devorlarni ko'rishmasdi. Rustam uchun men shunchaki qimmatbaho buyum edim. Mehmonlar kelganda chiroyli kiyinib chiqishim, uning obro'siga mos turishim kerak edi. Yolg'iz qolganimizda esa u menga qaramasdi. Biz gaplashmasdik. U doim charchagan, doim asabiy edi. Men uning yonida yotib o'z nafsimdan, o'z ayolligimdan uyalib ketardim. Men tiriklayin quriydigan daraxtga aylanib borardim. Rustamning Iskandar ismli hamkori, eng yaqin do'sti bor edi. Iskandar Rustamga umuman o'xshamasdi. U o'ta madaniyatli, kitob o'qiydigan, ayollarga qanday muomala qilishni biladigan jozibali erkak edi. U biznikiga tez-tez kelib turardi. Iskandar kelgan kunlari uyimizda xuddi bahor nafasi ufurib ketgandek bo'lardi. U mening pishirgan ovqatlarimni maqtar, kiyimlarimga e'tibor berardi. Latifa xonim, sizning didingizga har doim qoyil qolaman, derdi u tabassum bilan. Rustam esa bu so'zlarni eshitib qulog'ining chetidan o'tkazib yuborardi. Unga baribir edi. Lekin menga baribir emasdi. Birinchi burilish o'sha yomg'irli kuz oqshomida yuz berdi. Rustam xizmat safariga ketgandi. Men katta huvillagan uyda yolg'iz edim. Telefonim jiringladi. Ekranda Iskandar degan ism yozilgandi. Yuragim gupullab urib ketdi. Latifa, kechirasiz, bezovta qildim. Rustam hujjatlarni uyda qoldiribdi. Shuni olib ketsam maylimi, dedi u. Men darvozani ochdim. U qora paltoda, yomg'irda ivib turardi. Men uni ichkariga taklif qildim. Hujjatlarni berdim. U ketishi kerak edi. Ammo ketmadi. Biz mehmonxonada kofe ustida qoldik. U menga uzoq tikilib o'tirdi. Siz nega doim g'amginsiz, dedi u birdan. Mening tomog'imga allanarsa tiqildi. Men yillar davomida bu savolni eshitishni kutgandim. Men g'amgin emasman, dedim yuzimni olib qochib. Iskandar o'rnidan turdi. U menga yaqinlashdi. Uning atir hidi, erkakona nafasi meni mast qilayotgandi. U mening yuzimni asta o'ziga qaratdi. Rustam ko'r odam. U o'z uyida qanday gavhar yashayotganini bilmaydi. Lekin men ko'ryapman. Men sizni ilk ko'rgan kunimdan beri ko'ryapman. Uning barmoqlari yuzimni siladi. Men titrab ketdim. Men o'zimni himoya qilishim, uni uydan haydashim kerak edi. Lekin oyoqlarim darmonsizlanib qoldi. Uning lablari mening peshonamga, so'ngra labimga tegdi. Bu shunchaki bo'sa emasdi. Bu mening qotib qolgan vujudimga berilgan olov edi. O'sha tunda men erimning eng yaqin do'sti quchog'ida o'z ayolligimni qayta topdim. Bizning uchrashuvlarimiz boshlandi. Yashirin, xavfli, ammo aqldan ozdiruvchi darajada ehtirosli uchrashuvlar. Biz shahardan tashqaridagi xilvat joylarga borardik.
Iskandar meni malikalardek e'zozlardi. U mening har bir so'zimni tinglar, har bir nafasimni his qilardi. Menda vijdon azobi bor edi, lekin ehtiros azobdan kuchliroq ekan. Ikkinchi burilish hayotimni butunlay o'zgartirdi. Bir kuni Rustamning kostyumini tozalayotib, uning cho'ntagidan kichik, qimmatbaho ayollar zanjiri tushib ketdi. Men qotib qoldim. Men Rustamning telefonini yashirincha tekshirdim. Uning parolini bilardim. U yerdagi yozishmalarni o'qib, ko'zlarim qorong'ulashdi. Rustam yillardan beri boshqa ayol bilan yasharkan. Uning hatto u ayoldan farzandi ham bor ekan, men yig'lamadim. Men shunchaki muzlab qoldim. Demak, mening o'z-o'zimni yeb bitirgan sabrim, mening sadoqatim shunchaki ustimdan kulish ekanda. Bu kashfiyot mening qalbimdagi so'nggi vijdon iplarini ham uzib yubordi. Endi men Iskandar bilan uchrashganda o'zimni xiyonatkor emas, qasoskor deb his qilardim. Men buni haqli ravishda qilyapman deb o'ylardim. Iskandarga hammasini aytib berdim. U meni qattiq quchoqladi. U iflos odam. Sen unga munosib emassan. Ajrash. Men senga uylanaman. Biz uzoqqa ketamiz, dedi u. Mening qalbimda jannat eshiklari ochilgandek bo'ldi. Men qamoqdan qutulish yo'lini topgandim. Men Iskandarga butun vujudim bilan ishonib topshirildim. 3-burilish. Qora kun keldi. Men Rustam bilan gaplashishga qaror qildim. Kechqurun u ishdan qaytganda zalning o'rtasida uni kutib turdim. Men ajrashmoqchiman, dedim qat'iy ohangda. Hamma narsani bilaman. Sening oilangni ham, xiyonatlaringni ham. Rustam qotib qoldi. Lekin uning yuzida men kutgan qo'rquv yoki pushaymonlik paydo bo'lmadi. Aksincha, u sovuq tirjaydi. U divanga yastandi. Ajrashasan. Kimga tegasan? Iskandargami, dedi u masaralab. Mening nafasim to'xtab qoldi. U qayerdan biladi? Sen nimalar deyapsan, dedim qaltirab. Rustam qahqaha otib kuldi. Siz ayollar shunchalik soddasizlarki. Iskandar mening do'stim. Biz u bilan hamma narsani baham ko'ramiz. U menga sen bilan o'tkazgan har bir tuni haqida aytib bergan. Sen o'zingni oshiq farishta deb o'ylaysanmi? U shunchaki men bilan pinhona musobaqa qildi. Mening xotinimni qachon yotog'iga olib kira olish haqida. Xonadagi havo tugab qolgandek bo'ldi. Men eshitayotgan narsalarimga ishona olmasdim. Mening toza, ehtirosli va ulug' muhabbatim shunchaki ikkita pastkash erkakning o'yini edimi? Rustamning ko'zlariga qarab, u yolg'on gapirmayotganini angladim. U mening xiyonatimni bilib turib, indamay tomosha qilib yurgan ekan. 4-burilish. Men yig'lab uydan otilib chiqdim. Iskandarga qo'ng'iroq qildim. Biz o'zimiz uchrashadigan joyda ko'rishdik. Men uning yuziga qarab dod soldim. Bu rostmi? Sen Rustam bilan meni ustimdan o'yin qildingmi? Iskandarning rangi oqarib ketdi. U mening qo'llarimni ushlashga urindi. Latifa, eshit meni. Boshida shunday edi. Men undan o'ch olmoqchi edim. Lekin keyin hammasi o'zgardi. Men seni chindan sevib qoldim, dedi u ko'zlarida yosh bilan. Yolg'onchi, deb qichqirdim men. Meni olib ket. Hozir. Agar meni sevsang, hamma narsani tashlab men bilan ketasan. Shu lahzada Iskandarning ko'zlaridagi ehtiros, muhabbat so'ndi. Uning o'rniga sovuq bir qo'rqoqlik keldi. Men hozir ketolmayman, dedi u yutunib. Seni ajrashing. Bu katta mojaro. Men obro'yimni to'ka olmayman. Senga va'da bergandim, lekin senga ishonishim qiyin, Latifa. Men qotib qoldim. Nima deding? Sen o'z eringga xiyonat qilding, dedi u sovuqqonlik bilan, ko'zini olib qochib. Ertaga menga ham shunday qilmaysan deb kim kafolat beradi? Meni kechir. Bizning yo'llarimiz ayri. 5 va oxirgi burilish. Menga berilgan eng qonli zarba. Meni chindan sevadigan inson yo'q ekan. Erim o'z xotinini qadrsiz buyumdek o'yinga tikdi.
Men sevaman deb ishongan insonim esa o'zining qo'rqoqligini mening xiyonatkorligim bilan haspo'shlab qochib qoldi. Ular ikkalasi ham bir xil yirtqich edi. Men yomg'ir ostida yolg'iz o'zim qolib ketdim. Orqamda na oilam, na sevgim, na uyim bor edi. Men hammasini o'z qo'lim bilan yakson qilgandim. O'sha tunda men ko'prik ustida turib o'zimni suvga tashlashni o'yladim. Lekin pastdagi qop-qora suvga qarab turib birdan tushunib yetdim. Nima uchun men o'lishim kerak? Ikkita nomard erkakning qurboni bo'lish uchunmi? Yo'q. Men yashayman. Oradan 2 yil o'tdi. Men Rustamdan ajrashdim. Undan bir tiyin ham olmadim. O'z ishimni noldan boshladim. Men hozir muvaffaqiyatli ayolman. Yaqinda Iskandar mening ofisimga keldi. U tiz cho'kib xato qilganini, mensiz yashay olmasligini aytdi. Men unga kofe uzatdim. Uning yuziga sokin va sovuqqonlik bilan qarab turib dedim: "Sen menga hayotimdagi eng katta darsni berding, Iskandar. Sen menga baxtni erkaklardan qidirmaslikni o'rgatding. Endi esa ket. Sening ko'z yoshlaring bu yerdagi marmar polni iflos qilyapti." U boshini egib chiqib ketdi. Men esa deraza oldiga kelib shaharga qarab jilmaydim. Bilasizmi, aziz ayollar, biz o'z qadrimizni kimgadir suyanish bilan o'lchaymiz. Bizga chiroyli so'zlar, yolg'on ehtiroslar berisha jonimizni tutqazamiz. Lekin haqiqiy kuch yolg'iz o'zing tura olganingdadir. Hech bir erkak sizning bo'shlig'ingizni to'ldira olmaydi. Sizchi? Siz ham qachondir shunday soxta tuyg'ularga ishonib o'zingizni yo'qotganmisiz? Yuragingiz qanday qilib qayta tirilgan? Izohlarda hikoyangizni yozing. Biz bir-birimizga quvvat bo'lamiz. Ehtiyot bo'ling. O'zingizni hech kimning o'yinchog'iga aylantirmang. Xayr, sirdoshlarim.